Leylek ketdan 1,5 million so'mga nimalar oldim? 40 ming so'mga mana bunaqa dvoyka. Troyka mana bunaqa ishtonchasi bilan, ichida futbolkasi ham bor. Narxi 95 ming so'm. 85 ming so'mga mana bunaqa sportivniy dvoyka. Bu ham dvoyka shortik bilan narxi 100 ming so'm. 65 mingga o'zimga shunaqa домашний тапочка. Umarga qaranglar qanaqa modniy ekan, narxi esimda yo'q, shunaqa bosonojka. 75 ming so'mga tepa-past pijamka. O'zimga 2 xil ochki oldim. Bular narxi 35 ming so'mdan ekan. 22 ming so'mga mana bunaqa dvoyka, bundan 2 xil rangidan oldim. Mana bu ham troyka, chiroyli ekanisi. 34 ming so'mga dvoyka, buni ham 2 xil rasvetkasidan oldim. O'zimga 3 xil pijamkalar oldim. Narxi bor yo'q 145 ming ekan. Yozli nasochklar, shunaqa yumshoq 5 ming so'mdan atigi narxi. 10 ming so'mga machalka Umarga. Mana bunaqa 30 ming so'mga tepa-past mayka. 18 mingligi ham bor, uni ham kачествоsi zo'r. Olgan narsalarim yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.